Psixolog sifatida meni hayratlantirgan 3 ta faoliyatimdagi voqea bilan bo'lishaman. Psixolog qabuliga har xil odamlar keladi-da, juda ham qiziq ular bilan ishlash. Bir kuni 5-6 yil oldin bitta ona o'g'ilchasini olib kelgan, 6-7 yoshli. U bola cho'pga bog'lanib qolgan. Turganda ham, yurganda ham, hatto maktabga ham cho'pi bilan borar ekan. Hamma bolalar ustidan kulsa ham uni qo'yib yubormas ekan. Va bola bilan suhbatlashdim, fikrlashim umuman boshqacha va bildim men bilan emas, psixiatr mutaxassisi bilan ishlash kerak bola. Chunki men bog'dan savol bersam, u tog'dan javob berdi. Umuman psixolog ishlash mumkin emas bo'lgan inson bolacha. Va psixiatr bilan ishlagandir, yaxshi psixiatrga yubordim. Lekin menga taqdiri qiziq shu bola. Cho'pdan voz kechdimi, cho'pni tashladimi, yo'qmi, menga hozirgacha qiziq. Ikkinchisi bu opa-singillar kelgan meni qabulimga, lekin menga kelayotganini ikkalasi ham bilmaydi. Va men singlisi bilan suhbatlashayotganimda qanaqadir his qildim. Intuitsiyam bilan baribir shu insonga taalluqli. Chunki ular bir-biriga umuman o'xshamaydi. Lekin gap so'zlaridan bildim. Endi onasini gapiradi, yaqinlarini gapiradi, o'tmishini gapiradi. Nimadir bog'liqligini his qildim. Va shu savollar yordamida opangizning ismi nima deb savol berganda, nimadir deb javob bergan. Ular shuni singlisimiz desam, opam sizga kelyaptimi degan. Keyin nima deyishimni bilmasdan, yo'q, men taniyman opangizni desam, qaytib shu bilan konsultatsiyaga kelmagan. Lekin arzimagan muammo bilan kelgan. Farzandidagi qanaqadir buzilishlar bilan kelgan, lekin opa-singillar orasida sir bor, sir bo'lishini o'shanda bilganman. Opa-singillar orasida ham sir bo'lar ekan. Va yana bir voqea, ota qizini bir yigit bilan gaplashayotganini bilib qolgan. Endi qizi yoshi 20 shu atrofida. Vajohat bilan, jahl bilan olib kelyapti, sudrab olib kelyapti. Qo'rqib ketganman. Mana qarang, fohisha, unaqa shunaqa yomon so'zlar aytayapti. Keyin chiqib turing, qizingiz bilan gaplashaman desam, yo'q, meni oldimda gaplashasiz. Yo'q, men qizingiz bilan alohida gaplashishim kerak. Keyin chiqarib yubordim, lekin g'alati tomoni ota endi oynadan ko'rinardi, bizning unaqamiz, shundoq qarab turibdi. Yaxshi ham ovozimizni eshitmaydi. Va men qiziga aytdim, qo'rqma, hammasi yaxshi bo'ladi deb javob berganman. Lekin qiziq bo'lgan, u qizi keyin